Salom krasotulalarim. Juda ham achinarli bir temani bugun ko'tarmoqchi edim. Bola degan narsa tushadi, yiqiladi, qo'li sinadi, boshi yoriladi, yana nimadir. Bu bola, bu o'sish davri etapi. Kimdir omadi kelib, yaxshi qarab, bolani travmasi katta qiladi, kimdir o'rtacha og'irlikdagi travma bilan katta qiladi, kimdir seryozni travmalar bilan. Alloh asrasin letalniy ishoddan. Ahamiyat qilgan bo'lsanglar, aynan shunaqa mahalda shu bolani qilish uchun 20 sekund vaqt ketkazgan ota biram joni kuyadi-ey, bolasiga joni achinib. Lekin nimagadir 9 oy qornida olib yurib, ikki dunyo orasida bo'lib dunyoga keltirib, shu yoshgacha katta qilib qo'ygan ona hamisha aybdor. Вопрос: "A почему?" Hamma ham emas, hamma erkaklar deyolmaymiz, lekin ko'p erkaklar mas'uliyatsiz bo'lganligi uchun, qo'rqoq bo'lganligi uchun, kimni o'zini yo'qotib qo'yib nima qilishni bilmaganligi uchun, "Ha, onangni qaramaysanmi? Ha, bolaga qara!" qiladi-da, xotinga qo'l ko'tarishni boshlaydi. Adekvatniy, normalniy, mas'uliyatni his qiladigan, hamma narsada o'zini tuta oladigan erkak kishi xarakterli. Bo'ldi xotin, yig'lama, yig'lagandan foyda yo'q, hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir hammasini hal qilamiz. San, skori chaqir. San, ta. Bolam hozir bu tuk qiladigan o'ziga uveren erkak hech qachon xotinni urib tepmaydi, bolasiga nimadir bo'lganiga. Shuni hech qachon unutmanglar, hurmatli erkaklar.